Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun men kastingiga xush kelibsiz. Rahmat sizga kattakon. Ismingiz nima? Ismim Lobarxon. Yoshingiz? 30 yoshdaman. Yoshingiz 30 yoshdasiz. Bugun men loyihasida nima uchun qatnashmoqchisiz? Bu loyihani tanlashimga sabab o'zimni topish, qaysidir jarayonlarda menga, ya'ni meni hayot yo'limda yurgan insonlarga yordam berish va albatta o'sish va rivojlanish. O'zingizni qayerda yo'qotib qo'ydim deb hisoblaysiz? O'zimni topish deyapsiz. Qaysi jarayonda o'zingizni yo'qotilgan deb hisoblaysiz? Bilasizmi, yashash jarayonimda ilm olish bosqichlarim yoki o'zim ustimda ishlash bosqichlarimda sal erinchoqlik deymizmi yoki qaysidir jarayonlarni tushunmaslik, anglamaslik deymizmi, shu jarayonlardan ko'p o'tganligim bois o'zimni natijalarimni kechiktirish holatlari juda ham ko'p bo'lgan. Xuddi shunaqa menga o'xshab o'zini yo'lini topishda qiynalayotgan insonlar shu etapdan oson va yengil o'tishini xohlayman. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Stilist, vizajistman va albatta gid-переводчиклик sohasidan ham xabarim bor, turizm sohasidan ham faoliyat olib boraman. Hozirgi faoliyatingiz haqida ozgina gapiring. Hozirgi faoliyatim haqida aytadigan bo'lsam, men o'zim 8 yildan buyon stilist, vizajist sohasida faoliyat olib boraman va jahon tillarini bitirganman. Stilist, vizajistlik sohasida malaka oshirish bosqichlaridaman hozir. Kelin va ayollarimizga go'zallik baxsh etaman. Ko'rsatuvimizda nima uchun aynan sizni tanlashimiz kerak deb hisoblaysiz? Nima uchun aynan men? Bugun men loyihasini eshitib уже menda qanaqadir drive deydimi, drive paydo bo'ldi. Sababi hozirgi kunda o'zimizni ichimizda, ya'ni atrofimizda bu jarayonlardan o'tib kelayotgan yoshlarimiz va yosh katta insonlarimiz juda ham ko'p. Va xohlardim shu bizani loyihamizni kuzatish jarayonida ular ham o'zligisini topib, shu etaplardan oson va yengil o'tishlarini. Qatnashchilarning ichidan, demak, kuzatuvchilarimiz nima uchun aynan sizni tanlashlari kerak? Sababi bu loyihani gullab yashnashiga va insonlarni har tomonlama o'z yo'lini topishida juda katta yordam bera olaman. Va bu loyihani gullataman deb o'ylayman. Rahmat. O'zingizni 3 ta so'z bilan ta'riflash imkoniyati bo'lganida, bu qanaqa so'zlar bo'lar edi? Go'zallik, baxt va sevgi. Rahmat. Rahmat.